Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana bugun polistirol bloklarimiz. Polistirol bloklarimizning ortilyapti Navoiy viloyatiga. Bular 25 ming so'mlik bloklar ketyapti. Zakasnoy. Mana bu yerda hozir bizlarda где-то 4 mingtalar blogimiz bor. Shuni hozir 500 ta bu avvalgi ostatkadan qolgan blogimiz qolgan edi. Где-то 4 oymi oldin zakaz qilingan bloklar edi bular. O'sha qolgan 500 ta ostatkani ortib beryapmiz. Mana qolganlarini o'zi puli olingan, bular ham chiqib ketish kerak. Hozir hamma biladi. Yozdi kunida imенно mana shu paytda betonchilar, ustalar ancha muammo bo'lganligi sababli hali betoni tayyor bo'lmaganligi uchun hali bloklarimiz jo'natilgani yo'q. Lekin bloklarimiz sotilib bo'lgan. Zakaz bermoqchi bo'lsangiz, zakazga qarab, nechtaligiga qarab chiqarib beraveramiz. Bloklarimiz juda baquvvat polistirol blok. O'zi ko'pchilik O'zbekistonda o'zi ommaviy bo'ldi. Sinmaydi. Bu nam tortishi kam. 4% buni nam tortish nimasi foizi. Gilamisi issiqlik sovuqlikda juda mahkam ishlaydi bular. 100 termoscha bularni yozgi kuni juda salqin bo'ladi. Keyin umuman sinmaydi. Bu blokdan misol uchun 10 ming dona olsangiz, 10 ming donadan bittasi ham sinmaydi bular. Bemalol arada qilsangiz bo'ladi. Hozir misol blokimizlarimiz narxi 24 ming, 25 minglik narxda. Avvalgi narxlarimizga nisbatan hozir ko'tarildi. Endi sementimiz ko'tarilgan, pokaklarimiz ko'tarilgan. O'shalarning hisobiga bloklarimiz 25 ming, 24 ming. Hozir bu yerda hamma blogimiz 25 minglik zakasnoy bloklar. Hozir mana baqa kechaga deta taxlangan edi. Kecha bugun taxlangan bloklar o'ch chiqarib yuboryapmiz. Mana bu tomon ancha vaqt oldin o'zi 1 oymi 2 oymi oldin nima qilingan qo'yilgan tomonlar. Vaqti pastdan qolib ketadi. Sabab chunki ko'pincha bizga mana bu tomondan udobni bo'ladi, shu tomondan ortiladi. Keyingi tomonimizdan kirib kelolmaymiz mashina. Mana shu yoqda bloklarimiz pastdan quruq turadi. Mana shu biznesga qiziqqan aka-ukalarga qolip, mishalka, drabilka, qum elak hammasini yasab yo'lga qo'yib beramiz. Faqat siz o'zingizda pokak muammosini hal qila olsangiz, pokak topa olsangiz, o'shanda ishingiz besh bo'ladi. Sizlar Bastianimiz zakaz bilan ishlaymiz. Onda-sonda bir nalichkada blok bo'lib qolmasa, atak iloji yo'q. Nalichkada juda kam bo'ladi. Bo'lib qolishi mumkin qachon, misol uchun klientlarimiz betoni tayyor bo'lmasa, albatta ularga telefon qilib so'rab, qachonga blok kerak bo'ladi. O'shanga qarab ularni blogini berib, siz u yangi bloklarni o'sha odamga misol o'rniga chiqarib yana qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqanmasa like, yoqmasa dislike.